Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli Instagramdagi mijozlarimiz. Bugun pullar sovib ketdi. Xudo xolasa, kim uyini mukammal isitmoqchi bo'lsa, bizda ekonomishni Germaniyadan keltiradigan kotyollar mavjud. Kondensatli ekonomikasi uchun nomerlardan kotyollardan bor. Xo'p, shulardan bittasi 28 kilovatli Remeha Kalenta degan kotyollarimiz. Mana bunisi 40 kilovat. Mana ko'rib turibsiz. Kotyollarimizni turi ko'p. Legendarniy Vailand 6lar ham bor. Mana T6 tayyor holatda, hammasi ispitaniyadan o'tgan. T7larimiz ideal holatda. Kotyollarimiz o'rtacha narxi 500-550 dollardan boshlanadi. Nefi toplayinlar ham bor, tayyor. Ko'rib turibsiz. Kimga zarur bo'lsa, har doimgidek opisaniyada pastda nomerlarni qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Dostavka 12 ta viloyatga tekin. Kelaverasizlar.